O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi 2025-2026 o'quv yili uchun damli va zarbli cholg'ular ijrochiligi yo'nalishiga o'qishga qabul qilish e'lon qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 fevral kunidagi 129 sonli O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyiga o'quvchilarni tanlab olish, o'qishga qabul qilish va o'qishdan chetlatish tartibi to'g'risidagi nizomiga muvofiq amalga oshiriladi. Harbiy musiqa akademik litseyining 5-sinfiga umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 4-sinfini bitirgan o'g'il va qiz bolalarni tanlab olish orqali o'qishga qabul qilinadi. Tanlab olishdan o'tgan nomzodlar akademik litseyga belgilangan kvota, ya'ni 78 ta o'quvchi doirasida qabul qilinadi. Akademik litseyga nomzodlarni tanlab olish va o'qishga qabul qilish teng huquqlik va odillik tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar nomzodlarni tanlab olish jarayonlarida kuzatuvchi sifatida qatnashishi mumkin. Nomzodlardan hujjatlarni qabul qilish. Qabul komissiyasi nomzodlarning hujjatlarini 1-iyun kunidan 20-iyun kuniga qadar qabul qiladi. Tanlab olishda qatnashish uchun quyidagi hujjatlar taqdim etilishi talab etiladi. Nomzodning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan akademik litseyi direktori nomiga ariza. Nomzodning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi nusxasi. 086 shakli bo'yicha tibbiy ma'lumotnoma. Nomzodning tibbiy daftarchasi. 6 dona 3x4 o'lchamli rangli fotosurat. Nomzodning o'qish joyidan baholash tabelining nusxasi. Ota-onasining pasporti va nikoh guvohnomalari nusxasi hamda ularning ish joyidan, ishsiz bo'lsa, mahalladan dalolatnoma. Kirish imtihonlari 20-iyundan 30-iyungacha o'tkaziladi. Akademik litseyga nomzodlarni tanlab olish va o'qishga qabul qilish tartibi. Akademik litseyga nomzodlar kirish imtihonlarini o'tkazish orqali tanlab olinadi. Kirish imtihonlarini o'tkazish uchun materiallar Akademik litsey hamda Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universiteti yetakchi pedagog va psixologlari tomonidan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlariga muvofiq ishlab chiqilib, qabul komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlanadi. Kirish imtihonlari davlat, rus va qoraqalpoq tillarida qabul komissiyasi raisi tomonidan tasdiqlangan jadvalga muvofiq belgilangan muddatda o'tkaziladi. Nomzodlar bilan quyidagi kirish imtihonlari o'tkaziladi. Ona tili fanidan diktant, matematika fanidan nazorat ishi, o'qish, psixologik test sinovlari va musiqiy ijodiy imtihon. Nomzodlar bilan ijodiy sinovlar o'tkazilgan binoga o'zi bilan musiqa asbobi, ijodiy ishni bajarish uchun zarur anjom olib kirishga ruxsat etiladi. Nomzodlar barcha sinovlarning umumiy natijasi ketma-ketligi bo'yicha belgilangan kvotaga muvofiq, ya'ni 78 ta qiz va o'g'il bolalar o'qishga qabul qilinadi. Bir necha nomzodlarning o'tish reytingi ballari teng bo'lgan holatlarda ular akademik litseyga belgilangan kvotadan tashqari qabul qilinadi. Kirish imtihonlari 100 ballik tizimda akademik litseyga kirish uchun